Nihoyat men kutgan kun keldi. Nihoyat men kutgan kun keldi deganimda men g'olibga mototsiklini topshirishni nazarda tutgan edim. Kuzatib tursanglar, hayajonli daqiqalar. Bizda 100% haqqoniy va halol bo'ldi. Hozir xudo xolisa notariusligiga boramiz. G'olibimiz Jizzaxdan keldilar yo'l bosib. Shu mototsikllarni hozir nomlarini yozib qo'yganmiz. Tanlaganlarini o'tkazib beramiz. Bilasizlar, bu konkursimda eng главный ishi Moto Andijon, ya'ni Moto Andijon jamoasi amalga oshirishdi. Xo'p, kimga ishonchli, garantiyali, original bo'lgan motolar, aksessuarlar, har qanaqa motoga oid bo'lgan har qanday qurilmalar kerak bo'lsa, Moto Andijonga murojaat qilishingiz mumkin.